Salomat sizlar. Bugun kichkina kutkiz qo'ydim sizlarni. Qandaq ahvolinglar yaxshimi? Meni yaxshi anglatsanglar bir plyusik qo'yitinglar. Rahmat. Men yaxshiyim. Bugun biz sonning moduli degan mavzuni o'tamiz. U bo'lsa sizlarning kitobinglarda azda bir qancha bet? 74-bet sonning moduli deydi. Bu endi bizning koordinatlik tuz siziq bo'yidagi mavzuni davomlashtirib, ashuni ishlatib chiqargan mavzu bu yerda. Вообще modul deb biz aniqlamasini birinchi deb ketaylik. Koordinatlar beshidan koordinatasi A'ga teng chekitgacha oraliqni ko'rsatgan sonni biz sonning moduli deb ataymiz. Endi sizib ko'rsatib qo'yay. Tak, bugun biz shu vaqtida paragraf 9 ni o'tyapmiz. Сразу yozishni unutmanglar, sonning moduli. Az aytib ketgandek qaranglar, koordinatlik tuz siziqda. Ya'ni ne uchun bu qoldi? Ну ладно, buni 0 deylik. Mushu koordinatlik tuz siziqda 0 chekitida koordinatlik 5dan bir какой-то oraliqda turgan chekitni, mush oraliqni вообще расстояние deydi. Biz sonning moduli deb ataymiz. Masalan, men yerda 1, 2, 3 deb yozib qo'ysam, 3 koordinatasidan 0 gacha buni oraliqni biz 3 deb yozsak, hozir menga moduli bundaq tuz siziq bilan belgilandi. Bu bo'ldi 3. Masalan, men so'ng tarafga mangaylik, -1, -2, -3 deb. Shu vaqtida mushu 0 dan -3 ning oralig'ida 3 birlik bo'lg'achqa, biz -3 sonining moduli 3 o'ziga teng deb ataymiz. Endi общий видda yozsak, har qanday son modul ostidan har qachon nima bo'lib chiqadi? Любой sonning moduli har qachon ijobiy bo'ldi. Buni yozib qo'yay. Cho'ng yoki teng 0 dan bo'lib chiqadi. Modul ostida bir son tursa, u vaqtida biz masalan modul x tenglim turda yozay. A bo'lsa, u vaqtida buni chiqarish uchun biz birinchi joqdayda yozamiz. X teng prosta A ga, ikkinchi joqdayda x teng minus A ga deb eplab buni modul x teng A modullik tenglimini tenglimlar sistemasida yozib olib chiqaramiz. Qaraylik. Yaxshi, plyuslarimni ko'ryapman. Молодцы qizlar. Yangi qo'shilganlar xush kelibsizlar yana. Katta xudolchan hisoblarni ko'raylik. Buning uchun 75-betni ochay hozir. 75 da 10 aka 76 ni ochaylik sразу. Masalan, nomer 320 ni ko'raylik. İçib aldığım 320 hesabını prosta hesaplangma deydi. Minus birincisini ko'rsatib qo'yay. Minus 73,3 modul ichida qo'shilgan modulda 9,124 elingan modul 23 ni hesaplangma deydi. Beshida buni modullik tirnoqlarni evitaylik. Modul son har qachon даже ijobiy bo'lsin, salbiy bo'lsin, modul buni cho'tki skobkalarga bundaq положительный skobkalar har qachon son ijobiy bo'lib chiqadi. Shuning uchun yozamiz prosta 73,3 qo'shilgan 9,124 elingan 23. Конечно, plus minus turgan biz подряд mengishimiz kerak. Biroq menga o'ng'ay bo'lish uchun men bundaq sal almashtirib 73,3 dan 23 ni yozsak prosta yozamiz, что 73 elingan 23 ровно chiqadi. Shuning uchun hesaplayotsak qancha qoldi? 50,3. Endi 50,3 dan alamiz, kechirishlar qo'shimiz 9,124. O'nlik kasrlarni bir-birsiga qo'shganda pesh-peshni ostida yozilishi kerak. 70 ga yaliga 0'liklarni qo'shib atsanglar, mayli 4, 5, 9, 5 tushdi. Shu vaqtida javobi bo'ldi 59,154. Agar sizlar 73,3 ga 9,124 ni qo'shib 23 ni olsanglar, mushtaq ответ
chiqadi. Endiki nomer 322. 322'nin əməllərini orunlanmadı. Opet birinçisindən başlayalım. Modül aslında 805 bölüngen modül minus 161 keçirsizler. Qoşulgan modül minus 53. Endi bir şey diye bekindeki modüllerini evetsek prosta kaldı. 805 bölüngen 161 qoşulgan 53. Ködülamat modüllük tırnakladın san her kaçan kaka bu içtenimizde icabi bop çıkıdı. 805 ni 161'ge bölsek kançadan berimizke примерно ровно bölünemdi. 5'ten alsak boldu keda. 5 7 1 5 5 7 6 30 0 yazmış 3 oyda 5 3 8. Meye ровно 5 çıkıdı ki. Endi 5 53'ni qoşup etsanlar prosta boldu 58. Bu birincisi. Meşhedli çıkır eteli üçüncüsünü 322'nin minus 49 modül aslında köpeytilgen modül 202 elingan modül minus 888. Modülün sel çıraylı qarıq yazay. Səlinin bulmadı. Tak, modülün 49 özü bop çıktı. 49'nu endi köpeytimiz 202'ge qarala. Modül içidikisi minus plus bop çıkıdı. Bırak modülün aldıda tuğan minus özgemeyli kaldı. 888. Erinmesden 202'ni kalkulator işletmey. Oyda 49'u köpeytelim. Meyde 18. İşi orası 18 boldu ki. Meyde 8 0 8. Qoşup etsenler 8 9 8 9'nu конечно simetrичni boldirasma. İkinci emelde moşu 9898'den alsizlar 888 ni 0 1 0 1. Cevabı 1010. Tushungan bo'lsanglar bir plyusik qo'yinglar. Endiki hesap nomer 328. Tanımını işinla deydi. Birincisi modül x teng 3,1. Beğendim modül tuğanda iki işim buldu. Birincisi prosta kaldı öz boyunca. Deyimiz eğer modül aslındaki x tak icabi bolsa o vaqtida x teng buldu. Prosta 3,1. Eğer modül aslındaki x selbi san bolsa o minus bunu aldık çık gitti. Çıkıdı cevabı x teng minus 3,1. Bu birincisi bo'lgan. Üçüncüsü aştaqlıken men sizlarga bundaq yo'q bir hesabni yozib qo'yay. Mesela 5-mda bo'lgan bo'lsa, modul x teng minus 5. Sizlar deysizlar, tak, buni so'ng tarafdagi modul x har qachon ijobiy san. O'ng tarafida sizlarda minus 5 degan salbiy san chiqqandan plus minusga teng hech qachon bo'lamaydi. Shuning uchun bu yerda epla x teng minus 5 x teng 5 deb chiqasanglar, bu bo'ldi sizlarda xato. Немешке deysizlar, потому что so'ng tarafida modul, o'ng tarafida ijobiy san salbiy san bo'lsa, buning prosta nima deb yozamiz? Yeshimi yo'q. Bilmayman, chiqqanmi, mushtaq chiqmamdi, сразу deb qo'yay. Или bunda кружочек siz qo'ysanglar, yeshimi yo'q deganini bildirdi. Yan bir ta'min bilan chiqarib etaylik. Masalan, nomer
329. 329'ның birinchisi. Modul x teng 3,1. Bu vaqtida bekindekilindi prosta chiqdi x teng 3,1 x chiqdi minus 3,1. Hesap bitti. Endiki hesap nomer 333. 333 uzun chirali hesapga. Onu belgen ifadenin ma'nosini bütün san bo'lganligini isbotlanglar dedi. O'sha podkastga bak, короче, bunu uzun hesabni chiqarsak bütün san chiqish kerak. Bütün san biz o'tgan darsda o'tdik, durustmi? Bütün san degan nima degan? Bir yozib yetinglar kommentariyaga. Bütün san deganimiz nima? Пока men hesabni yozib turay. Modul 2,143 minus bilan bo'lingan 11 ko'paytirilgan 7dan 4. Я так понимаю, ko'paytirilgan-da, yaxshi ko'rmay qolibdi menda. Надеюсь, ko'paytirilgan 2 bo'lingan 7dan 6. Meshan znagini sal yaxshi ko'rmay qolibdi mening kitobim so'rtida qaraytinglar. И дальше ketdik. Plus modul minus 9,875 bo'lingan minus 1,125. Elingan 1,105. Amallarni yozatsak, bunu birinchi amal bo'ldi, durustmi? Так, keyin ko'paytirish 2, mayda 3, mayda 4, bunu 5 и последнisi 56. Amallar jiq bo'lgan keyin po действием chiqaraylik. Birinchi amalda dars kechib kirsanglar eshitmaymiz, bilsanglar mayda dars saqlanib qoldi. Просто ulguramaganmi, keyin yana ko'raytinglar. Ko'paytirilgan bo'ldi. Rahmat Parizat, yaxshi bo'pti. Men shu kutib ko'paytirilgan yoziq bu kitobinglarda deb. Ну, ko'paytirilgan, tak ko'paytirilgan. И это обозначение. Minus 2,143 modul astidan chiqqanda qoldi просто ijobiy 2,143. Endi buni давайте bundoq сразу bo'lib 11 ga. 2 11 ga bo'lmaydi 0. 24 ni 11 ga bo'lsanglar 2 dan beramiz. Ivetsalameydi 2 qoldi 3. Voy, bütün son chiqmay qoldi. Nolarni 23 ni 11 ga bo'lsanglar, ya'ni 2 dan bo'ldi 22, 1 qoldi. 10. Qaranglar, я вижу, что meyda bundaq bo'lgandan keyin ko'rdinglarmi, nima bo'lib qoldi? Nekrasivo bir san chiqib qoldi. Shuning uchun bundaq bo'lmaylik. Bo'lmaylar. Biz давайте buni bo'lish, ko'paytirish degan amallarni buni bo'lish, ko'paytirish buni 3 amalni сразу birdan chiqarib aytaylik. U vaqtida 1-3-amallarda qo'yay. Minus 2,143 ni давайте 10'lik kasr turida 100 dan 243 deb yozaylik. Bo'lingan 11 deganimiz ko'paytirilgan belgisini qo'yib, ikkinchi kasrni o'rni almashtiramiz. O'sha vaqtida 11 suratiga, voy, yana 11 suratiga chiqib qoldi. Suratida bo'ldi 1, mahrajida 11. Ko'paytirilgan 7 dan 4 ko'paytirilgan mayda aylantirib atsak 14, 2ni qo'shilsa 20. Оказывается, miyada mun 3 amalni сразу chiqarib olgan yaxshi ekan. Chiqaraylik. 100 bilan 20 ni qisqartirdi. Точно qisqaradi 5. Интересно, 243 7 ga bo'linamdi. Da, bo'lindi-ku. Mayda qoldi 1. Mayda bo'lsa 3, 7, 7, 21.
1 bolsa 33 qaldimi, yana bölünmedi o. Tak, to'xtab turinglar. Qisqarmay qoldi. Men nimishki точно ko'paytirilganmi deb so'radim, sababi bo'lingan bo'lsa biz ko'paytirilgan belgisini qo'yib, mayda o'rin almashtirib 7 ustiga chiqadi. 7 bilan 7 qisqaradi degandim ғой mayda. Ладно, undaq bo'lmasa 243 ni 7 ga bo'lib beqib edik, butun son chiqmadi. Chiqimiz qanaqa bo'lsa? Chiqmadi, tak chiqmadi. Qolgan sonlarni ko'paytirib yetaylik. Yan bormi qisqaradigan sonlar? Hech bir son qisqarmadi. Это вообще плохой знак. Немishki плохой знак, потому что men скорее всего qisqartish kerakdi. Berilgan durust yozmadim hozir. Qarayta berilganni. 2 da 43, 11, 7 da 4, 7 dan 2 butun 7 dan 6. Вроде berilgan hech bir yer xato yo'q. Qisqarmagan ko'paytaylik. 243 ni 4 ga ko'paytamiz. 800, 160, 960, 972. Mayda 55 chiqdi ekan. 55 ni endi qancha ko'paytamiz? 49 ga. Men yana hisobni tekshiryapman-ku. 55 ni ko'paytaylik 49 ga. 55 ni 50 ko'paytgansak 2500, 2695 ga. 2695. Короче, buni hisob скорее всего bir yer berilgan xato. Ну ладно. 4-chi amalni ko'raylik. 9 butun 1875 ni 1 butun men modullarni evatdim. Sразу 25 ga bo'lsak, mayda 5 ni 1 2 songa, mayda 1 2 songa yo'tkizsak, qoldi 987 butun 10dan 5 bo'lingan 125. Bo'linglar buni. 987 butun 10dan 5 ni bölimiz 125 ga qancha damizga примерно? Oy, mayda 7 butun 10dan 9 deydi. Endi aslida 5-chi amalda bunu chiqqan некрасивый sonni 2695 dan 972 ga qo'shimiz 7 butun 10dan 9 ni, и потом evitimiz 1 butun 105. Bunu son berilgani скорее всего xato, поэтому men дальше уже даже chiqamayman. Durust Sabina butun son deganimiz salbiy, ijobiy, kasr ratsional sonlar. Yo'q, durust emas. To'xtab turing, sal xato debsiz. Butun son undaqa emas deb aniqlamasim. Durust emas, jo'ndanglar. Tak, katta andiki hisobga nomer 334. Minus modul ichida minus 44 butun 7 dan 4 bo'lingan modul ichida minus 1 butun 35 dan 31 bo'lingan modul ichida minus 3 butun 33 dan 5 plus modul ichida minus 20 butun 13 dan 3 elingan minus 17 butun, kechirishlar qing'irsal yuz ketdim, 13 dan 8. Ну вот, опять страшные sonlar. Moduldan chiqarib etsak, birinchi amalda buni yana chiqarib bo'linganni.
Bo'ldi 44 бүтін 7'den 4 bölümüz 1 бүтін 35'ten 31 bölü etmez 3 бүтін 33'ten 5. Tän uzun kesir sızıp alaylı. 44'ni 7 köpetsek 28, 28, 308 ke 4'ni qo'shib etsek 312. Bölüngen tuğan köpetilgen 35'ni sırası yuqurulib etayli. 1'ni 35 köpetsek 35, işi 31'ni qo'shib etsek 66. Yani bölüngen turda paydım köpetilgen qılımız 33 sırası çıqırıydı tamam mı məxrəcini? 3'ni 33'ke köpetsek 99, еще 5'ni qo'shsak 104. Ну, вот здесь нормально. Это нормально. Немешке десеңler 35 bilen 7 qisqaraydı ekan. Boldu 5. Yani qisqaraydiganlar 66 bilen 33'ni qisqartib etsek mayli 2 qaldı ekan. 312'ni 104'ke bölsek 3 qaldı. Yezitey nim qaldı? Mayli 1 mi? Yazmağa yerli kuruç hemsi 1 miydi? Şu vaqtda boldu 2'den 15. Bu bolsa 7 бүтін 2'den 1. İkinci amelde давайте bunu 20 бүтін 13'ten 3'ten ilitmez 17 бүтін 13'ten 8'ni. 20'den 17'den sonra 3 бүтін. Бірақ 3'ten 8'ni alamaymış. Şu vaqtda ebek 3 бүтіннің 1 бүтінni yivasak qaldı 2 бүтін. 13'ten 13 yazımız. Mana ete 3 бүтін degenimiz. Plus 3 minus 8'ni köçürüp yazsak oldu 2 бүтін 13'ten meyde 16, 16'dan 8'ni yetsanglar 8. Ahırkı amalda nem qılmızken 7 бүтін 2'den 1'ge qo'shimiz 2 бүтін 13'ten 8'ni. Nato'g'ri aylantirishning hojati yo'q. Sразу 7'ge 2'ni qo'shib etsanglar 9 бүтін 2 bilan 13'ning məxrəcisi 26. 13 meg 2 kesi 13 qo'shilgan 16. Boldu 29. 29 26'dan chiqib paytim 1 бүтін meg ketsa boldu 10 бүтін 26'dan 3. Bütün san degan takı yazmadılar mı? Eniqimiz ne? Bütün san deganimiz nima degan? Endiki navbatda nomer 336'ni ko'raylik. Tenglimini selbiy tamg'iliq tomirini tepinglar deydi. Ustida joyimizni tep olaylik. Birinchisi 8 modul x elingan 5 modul x elingan 17 plus 10 modul x teng 0'ga deydi. Endi bu yerda nima qildinglar deydi. Давайте просто modul o'xshagan ekan, buni oldiki koeffitsiyentlarni hisoblab olaylik. 8'ni 5'ni yetsanglar 3, 3 ga 10'ni qo'shsanglar 13. Shu vaqtda bo'ldi. 13 modul x teng minus 17 o'ng tarafga ketganda plus 17 bo'ldi. Shu chaqda просто modul x teng bo'ldi 13'dan 17. Endi bu yerni topsak, birinchi tomirimiz bo'ldi 13'dan 17. Ikkinchi tomirimiz bo'ldi minus 13'dan 17. Tushundinglarmi?
Endiki nomer 338. Birinchisi minus modul minus modul minus modul minus k b2 3 modul teng k k'ning o'rniga tenglik to'g'ri bo'ladigan ma'nolarini ikki jupini yezinglar deydi. Ну, давайте сначала bunu moduldan jo'ndab olaylik. Eng ichidagi modul bunu minus k bizga k'ni beradi. Bu k buni oldidagi minus turgan bilan minus k bo'ldi. Minus k'ni moduldan chiqarsanglar, buni ya'ni prosta k bo'ldi. Oldida minus bor, minus modul k deganimiz, o ichidagi minus k'miz buni moduldan chiqqanda plus bo'ldi. Biroq buni minus вообще modulga hech qanday отношенияsi yo'q. Shuning uchun men yozsam bo'ldi. Minus k teng k bo'lib chiqdi. Bu qachon mushta durust bo'ldi. Bu только k teng 0 bo'lsa durust bo'ldi, durustmi? K'ning o'rniga tenglik to'g'ri bo'lgan ma'nolarining ikki jupini yozinglar. Ikki jup emas, men только k teng 0 ni topdim. И все. Endi bu yerda qaranglar, hisoblarda berilmagan, sizlar biroq o'ylab qolmanglar, что modullik tenglimida har qachon o'xshash hisoblar chiqadi. Sizlarga bir bonusni звездочка bir hisob yozib qo'yay. Masalan, modul aslida 3x plus 5 teng 2 bo'lsin bir tenglamada. Bu yerdan chiqarish uchun biz nima deymiz? Birinchisida 3x plus 5 deymiz. U modulning astiki son ijobiy. Shuning uchun biz modulni ep tashlab 2 deb yozib qo'yamiz. Bu tenglimani chiqarsak 3x teng bo'ldi. 2 dan 5 ni yotsanglar minus 3 i tomirimiz minus 3 ni 3 ga bo'lib yotsanglar minus 1 chiqadi. Ikkinchi joqdayda yozmish, что tomir astiki son salbiy. U joqda по идее я должна menga minus qo'yib teng 2 deb yozishim kerak, biroq bunday ne uchun удобно. Shuning uchun biz лучше deymiz. Modul asli qolsin, o'ng tarafida 2 ning o'rniga minus 2 yozaylik. O vaqt bo'ldi 3x teng minus 2 minus 5 bo'ldi minus 7 x chiqdi teng minus 7 bo'lingan 3. Aralashtirib aylantirsak 2,3 dan 1 chiqdi. Ko'rdinglarmi? Modullik tenglimida har xil ответlar chiqishi mumkin. Bo'ldi, shuni bilan modul mavzusi bugun bitdi. Agar tushunmagan bir yerlar bo'lsa, как обычно WhatsAppga yozib qo'yinglar. Voy WhatsAppdan YouTube'ga kommentariyalaringlarni yozib qo'yinglar. O'sha butun son deganimiz, так я не дождалась. Butun son deganimiz natural sonlar, durustmi? Va natural songa nima deydi? Qarama-qarshi sonlar va 0 dan turadigan sonlarni biz butun sonlar deb ataymiz. Shu dars shuni bilan bitdi. Salomat bo'linglar.